Ana öydikilerden kurashmaga bir ay bulab qapti. Nostiga bugun anamning tug'ilgan kuni ekan. Men aşu uyga berib kelay debdim. Maqul qizim. Oy yenge, siz kesin tamakni kim yutdi boyda? Qachilni kim yutdi? Xamirini yo'g'irib, saylanimni tayyor qilib qo'ydim singlim. Bugunchi siz bir itib bergan bo'lsangiz. Men bo'yning bog'musima. Xalaga ma'mag'ini nima ekan? Singlim bu epmangan narsalar ana, kelinini aptaroq boshqurmasang, uydagi narsalarning hammani ota-onasiga to'shib tutganday qildi. Qolgan narsaga Qizim, azroq ko'tildimi? Anda ko'zi kichiklik qilib ketmayli bolam. Nima bo'ladi anchalik binasini apag'anga? ana uning apmangan narsalari pul emasmi? Mashina maqsi kira ketayli. Uyga bosib pul urib kelar uydagilarga. Akamning pul tepishi osonmi, ha? Ko'tildim g'ina bolam. Akamga ozroq ichag'im aytgan bu yengemninki. Agi tekkan qiz talaning odami deganni anglamaganmi yenge? Unda odam agi tegman demay ota-onangizni beqib o'tsingiz olmamda uyingizda. Ana dangab degan bormisun? To'g'ridan qizim. Qizim, echama son kuni ko'rib boqay. Nimani ma'nomiz? ko'p narsaga shularman. Bo'lmabdi balam bu. Qizim, men oyoq bilan mazibuzumlarni qudimiz bilan o'xshash taqayli ham kiyayli deb olgan. Endi boshqa ortiq sovg'a tayyor qilmoqman. Mushuni o'zim qudimizga tug'ilgan kun sovg'a tayyor qilib qo'ydim. Mushuni bir ag'ach olasiz. Rahmat ana. Yüzü şundamı qilingan bu yengemning. Voyjon, nima bas olamsiz? Anam meni biryaptimi? Sen uzaq demedingmi balam? Qizil oldigan talarning adimi-da. İşin bo'lmasa davomli bo'yiga kelib olma. Sen bir kelin bo'lgan ekan qaynonamning uyida o'ldi. Ma balam, sen bu qo'tab, ma qaynonamning uyiga borib, ma ayol shuni qilmoq etib beraman balam. Ma balam. Ana men qizimmi yo'siniki? Ma balam. Ana